Gulistonda yong'in bo'lsa, kim bizga yordamga keladi? Albatta, yong'in qutqaruvchilari. Bugungi videomiz sababchisi Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi. Hozir boshqarmaga sayohat qilamiz hamda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda qanday texnikalardan foydalanishadi? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Ishni avvalo o't o'chiruvchi mashinalarni ko'zdan kechirishdan boshladik. Bu mashinalar zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Mashinada 6000 litr suv va 300 litr kubik sig'imiga ega ekan. Ko'p holatlarda eshitib qolamiz, o't o'chiruvchi mashinalar yong'in bo'layotgan joyga suvsiz keladi deb. Aslida esa ularning suv purkagich moslamasi sekundiga 7 litrgacha suvni purkab berar ekan. Agar mashinadan 2 kishi bir vaqtda suv olsa, 6 tonna suv 7 daqiqada tamom bo'lar ekan. Agar yong'in bo'yicha murojaat kelib tushsa, 60 soniya ichida bu yerdan chiqib ketish majburiy ekan. Bu mashaqqatli sohaga qiziqqanim uchun barcha savollarimni berib, unga javoblar oldim. Bu intervyuni to'liq shaklda esa YouTube kanalimizga joyladim. U yerdan batafsil ko'rib olishingiz mumkin. Bundan tashqari favqulodda vaziyatlar boshqarmasi 36 yo'nalishda bizni xalqimiz uchun o'z xizmatlarini ayamaydilar. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi biz o'ylaganimizdan ancha katta ekan. Hozir esa biz yong'in qutqaruv otryadiga keldik. Bu yong'in qutqaruv otryadi viloyatimizda bitta, o'z tarkibida 3 ta guruhi bor. Birinchisi qidiruv qutqaruv guruhi, suvda qutqaruv guruhi hamda radiatsion, biotibbiyot, kimyoviy guruhlarni o'z ichiga oladi. Bu joydagi texnikalar va mashaqqatli kasb egalari bilan birma-bir suhbat qildik. Baxtsiz hodisa bo'lganda, ko'ngilsiz holatlarda, suvda cho'kish holatlari bo'lganda har doim bu insonlar yordamga shay bo'lib turadilar. Ko'ngilsiz holatlar bo'lmasin, ammo boshqarma barcha zamonaviy texnikalar bilan jihozlanganiga guvoh bo'ldik. Undan tashqari bu hodisalarning murojaatlarini qabul qiluvchi operatorlar ish faoliyatini ham o'rgandik. Shu yerni o'zidan viloyatda nechta o't o'chiruvchi mashinalari bor, ular qayerda yuribdi, barchasini nazorat qilish imkoniyati mavjud ekan. Bizga bu videoni tayyorlashimizda yaqindan yordam bergan Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Davron akaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yong'in qutqaruvidagi xodimlarning barchasiga sharafli va mashaqqatli kasblarida omad va zafarlar tilab qolamiz.